Mana go'zal opa-singillarim, zerikib qolmayapsizlarmi? Xullas, oxirgi 10-15 kun ichida menga shu savollar rosa ko'p keldi direktdan. Xonzoda, bironta onlayn ish taklif qiling, eting bo'lsa, uyda o'tirib zerikmaymiz, ishlagimiz kelyapti, 3-4 so'm pul topgimiz kelyapti deb. Hech vaqt bo'lmay etolmayapti. Mana sira vaqt bo'lganda tavsiya qilyapman, qaranglar. 100% halol, men harom narsa tavsiya qilmayman hech qachon. Bunaqa narsadan men yiroqdaman. Uyda o'tirib bemalol, sitovoy biznes deydimi? Ishlasanglar bo'ladi. Ishlik bo'lsanglar ham qo'shimcha sizlarga doxod, kampostinglarni qilasizlar, farzandinglarni, o'zinglarni, undan tashqari ro'zg'orga foydali tegadi. Mazza qilib ishlab onlayn pul topinglar. Hozir bunaqa narsalar rivojlanib ketgan. Mana silka qoldirdim, shu silkaga kirasizlar. Xonzodani obunachisimiz, Xonzoda tavsiya qildi deb yozasizlar. Sizlarga podrobno tushuntirib beradi. O'zingizlarga ma'qul kelsa ishlanglar, o'rtoqlar. Mana men sizlarga tavsiya qildim, yaxshisini.